Salom bolalar, bugun sizlar bilan Futbol kanali. Bugun biz botlar bilan o'ynab, necha hisob bo'lishini ko'ramiz. Qani ketdi. Crystal Palace bilan o'ynaymiz. Varatasi yaxshi bilamiz. Bizga ham yaxshi qolishni o'yinni. Valverde pas bermoqda. Alisson pas, Ronaldo allabot ketadi, bilamiz uni. Chaqaloq birinchi gol bo'lishiga tak. Gerçi pas beradi. Qilamiz. Desam bo'lmadi bu ham. Valverde kalla qo'yib beradi va Assani tepdi, gol olmadi. Va Henderson shu olgani va pas yana Ronaldo qo'yadi to'pni. Bellingham avtogol bo'lishga qoldi. Kalla qo'yib gol qo'yardi hozir yana. Va yana Henderson shu oldi va tepadi. Va bu to'pchi ketishi desam bizga yetib bora olmaydi desam bordi. Valverde pas onasini ensin davay. O'sha hisob menimcha bu o'yinda bir 3-0, 4-0 bo'lsa kerak. Biz yutsa kerak. Atak pas yana Ronaldo o'tket. Ay billahi. Bellingham to'pni olib qo'yadi va Henderson yana nima ko'rsatyapti, o'zini ko'rsatyapti. Keyingi safar qo'llaymiz. Valverde pas bermoqda. Ayjicha olgan golga tep beradi Henderson yana hozir. Valverde pas berdi. Vinicius pas beradi Ronaldo tomon. Butli qilib o'ynaveryapman, xolos ularga. Ikkinchidan ko'rishuncha ikkinchidan boshlandi aziz do'stlar va jigar deydigan joyga kelyapti endi. Pas beramiz va Bellingham Ronaldo tomon pas. Hop, Bellingham oladi to'pni va pas beradi. Bellingham yopishmoqda va maymunlar qora mondilar. Valverde yugurib ber bitta o'zing. Chopar Valverde bor bizda. Holland. Haaland. Qo'ydi buzildi va shitdan gol qoramizmi? Harosh. Ketdi. Oy, gol aziz do'stlar. Jarima zarbasidan Cristiano Ronaldo gol urmoqda. Golni qayta ko'ramiz va tepmoqda hozir. Bo'ychalaridan o'tib ketdi. Henderson nima bo'lyapti? Qancha o'yini hozir. Bellingham yopishadi va Valverde
Qo'ylarni uzib qo'ydik biz ham. Bizga gol urolmaydi hech qaysi. Qo'rqmaydi, hammasi meni nazoratim ostida. Penalti ishlab olishdi. Penaltini turishimiz aniq, bilasizlar, deb hazillashaman. Penalti qaytarildi va pas sepmoqdamiz. Rodrigo urvordi Alisson to'pni. Usha oldi endi. Bu ham Ronaldoga pas edi va Real Jesus. O'yin zo'r bo'lyapti, jiyanlar. Garchi keyingi o'yinimiz Said Gamer bilan bo'ladi. Menga vizib tashashdi. Keyingi oldingi o'yinda yutqizib qo'yishadi. Yangi tarkib bilan keldimman, o'ynashasizmi deb vizib tashashdi. Videoga komment yozib, like bosib qo'ying. Necha hisobida yutishim mumkin. Garchi hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'yiniga yaxshi futbolchisi Cristiano Ronaldo.